Konnichiwa, yorobun. Bugun sizlar bilan topik titki qismi nimalardan tashkil topishini, qanaqa savollardan tashkil topishini bitta qo'ldan kelgancha ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun power.uzda imtihonlar qismiga o'tib, mana shuncha 10 taga yaqin topik imtihoni mock testlar bor, bemalol kirib yetish mumkin. Shundan mana topikni ochaman. Imtihonni birinchi o'rinda titki tushadi. Titkida 50 ta savol bo'ladi. Har biri 2 balldan 100 ball olish mumkin. Audio boshlanganda titki imtihoni boshlanadi, tugaganda tugaydi. Xo'p, savollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana ko'ryapmiz, boshida grafiklar beriladi va biz audio qo'yiladi, audioda shu holat aytiladi. Aynan mana shu holatlardan qaysi biri mos kelishini topishimiz kerak. Hammasida o'zi savollarni audioni o'zida aytadi. Biz mos variantlarini tanlasak bo'ldi. Aytganimdek, IELTS imtihoniga o'xshab biron nimani yozish, spelling degan narsalar yo'q. Ya'ni nimadir so'zma-so'z, harfma-harf to'g'ri kelish. Bu yerda prosta 4 ta variant bittasini belgilaymiz. Shuning uchun ham topik imtihoni titki va ilki qismlari osonroq hisoblanadi. Xo'p, qani misol uchun audioni qo'yib ko'raman. Menimcha sizlarga ham eshitiladi. Xo'p, bu eshitib turganlaringiz hali topikni titki qismi boshlandi degani emas. Bu boshida tushuntirish beradi. Ozgina o'tkazib yuboraman. O'tkazsam bo'ladimi? 잠시 후 시험이 시작되오니 일요일은 그래? 그러나 손님 Mana masalan, 96회 titki boshlandi imtihoni. 한국어 능력 시험 2 듣기 Titki. 아래 1번부터 50번까지는 듣기 문제입니다. Birdan 50gacha titki 문제를 deyapti. 잘 듣고 Yaxshilab eshitib, 질문에 맞는 사오게. 답을 고르십시오. savol javobni tanlaymiz. Ketdi, titki boshlandi. 다음을 듣고 O'qiyapti. 가장 알맞은 그림 To'nin 또는 그래프를 고르십시오. Ketdi. Birinchi savol. 한 번 읽겠습니다. Bir marta o'qiyman deyapti. 1번. 손님, 수박 보고 가세요. 아주 맛있어요. 여기 접시 위에 있는 거 한번 먹어봐도 돼요? 그럼요. 드셔보세요. Birinchi savolda nima deyapti? So'nim deb boshlayapti. Hurmatli mijoz, subak tarvuzdan biri yeb keting deyapti. Keyin bu aytyapti. Mana bu patnisni sutdagi tarvuzdan ham yesam bo'ladimi deyapti. Mullon deyapti, kromyon deyapti. Albatta deyapti. Xullas, shunda qaysi rasm bo'ladi? Birinchi rasm. Bu yerda o'zi e'tibor beriladigan narsalari ko'p. Ularni hozir mana ko'rib chiqamiz. Endi sizlarga titki imtihoni qanaqa bo'lishi haqida hozircha tushuntirdim. Savollarning turlari, nimalarga e'tibor berish kerak, hozir ko'rib chiqamiz. Savollarni ko'ryapmiz. Ikkita grafik va iochil su innin deyapti. Davom ettirish mumkin bo'lgan mallu gap bilan eng mosini tanlang deyapti. Masalan, bugun kinoga boramizmi deydi. Ikkita dialogda ikki kishi bo'lsa, birinchisi aytadi, ketdik, bugun kinoga boramiz deydi. Yo, bugun vaqtim yo'q, yakshanba kuni vaqtim bor deydi. Shunda keyingi odam, bo'lmasam bugun bekor qilib, yakshanba kuni kino chiptasini sotib olaman deb aytadi. O'sha davom ettirish mumkin bo'lgan gap bo'ladi. Xuddi o'shanaqa turdagi savollar. Masalan, mana krom iryoillu yeyak halki. Bundan oldin nima dialog bo'lgan bo'lishi mumkin? Ketdik kinoga, yo'q, yakshanba kuni vaqtim bor, bo'lmasam yakshanba kuni boramiz. Va hokazo shu turdagi bog'lash mumkin bo'lgan mantiqiy gap bilan davom ettirish kerak. Va hokazo mana ko'ryapmiz, oxirlariga kelib savollar qiyinlashib boradi. Ilki kabi.
50 savol tugaydi, undan keyin S'ga boshlanadi. Endi ketdik nimalarga e'tibor berish kerak. Tinglashda metod va strategiya bor. Uni aytib o'taman. Imtihon tuzilishlarini bildik. Birinchi, uchinchi savollar nima ekan? Birinchi, uchinchi savollar, eng birinchi audio sahnani toping, ya'ni beriladi rasm, o'shanga mos dialogda gapirayotganga mos rasmni yoki rasmdagi ma'lum bir faktni tanlashimiz kerak. Qayer, qachon, necha pul, qancha, kim, nima degan savollar ko'p keladi. Qayer, kim bilan, nimani degan savollarga javob topsak, o'sha variant kelib chiqadi. Masalan, mana bu yerda audio beryapti. 어서 오세요. 뭘 드릴까요? Xush kelibsiz, nima beray? 사과 5개 주세요. Olma 5 dona Olmayeyo. ber. Qancha turadi? 10,000원입니다. 10,000 deyapti. 봉지에 넣어 드릴게요. Salafanga solib beraymi deyapti. Oddiy bozorda nugu kim bilan? Asosiy klient mijoz bilan mosal sagva olmani. Skriptni yozinglar. Asosiy motilkayo sagva tasokkechiyo olmayo ma'lumotimda ponche no trilkayo. Ho'p. Endi mana amaliyotda bitta savol berilyapti. Taymil tutku tevaya mandan sahnangiz ko'rishibshu. Eshitib dialogga mos gapni topish kerak. Rasm bo'lishi shart emas aynan. Haligi rasm turgan bo'ladi. Masalan, oddiy so'zda ham bersa bo'ladi-da uni. Tushuntirib mana eshitib ko'ramiz. 이 소포를 부산으로 보내고 싶은데요. 네, 소포를 저울 위에 올려주세요. 언제쯤 도착할까요? 내일 오후에는 도착할 거예요. Buni mana bu pochtani jo'natmoqchiman-da, Pusanga deyapti. Unda mana bu yerga qo'ying deyapti. Qachonlar yetib boradi deyapti. Oxirida qachon 내일 dedi? 오후에는 도착할 거예요. 내일 오후에는 도착할 Ertaga obeddan keyin yetib boradi deyapti. Qanaqa holat bo'ladi? Namjaga uchagugaso sopirib ponegu itda. Erkak pochtada jo'natmay boryapti, erkak bankda pul yechyapti, do'konda qut sotib olyapti, erkak aeroportda samolyot kutyapti. Bu yerda tujakada so'ppu va hokazolar pochta ma'nosiga yaqin bo'lgani uchun va umuman o'z tarjimasini bilmasak ham birinchi javob to'g'ri bo'ladi. Va hokazo xuddi shu tartibda birinchi, ikkinchi, uchinchi savollar ketadi. Ikkinchi savolda asosan grafik beriladi. Grafikka mos variantni tanlash kerak. O'sdi, kamaydi, bir xil ravishda, 2 marta, eng ko'pi, birinchi o'rin, davom ettirib, buni davomi va hokazo. Uni nima qilish kerak? O'sha sonlarga e'tibor berish kerak, mantiqiy fikrlash kerak. Mana savol beryapti. Javoblarga birinchi qarab olsak, ilvi deyapti, game. Birinchi o'rinda game, keyin undong mashq, uchinchi o'rinda sayohat. Shu o'rinda davom etyapti. Birinchi o'rinda sport, o'yin, sayohat. Sayohat, sport, o'yin, o'yin, sayohat, sport. Qani eshitamiz. 최근 조사에 따르면 대학생들이 여가 시간에 가장 많이 하는 활동은 게임으로 나타났습니다. O'sha Chusa yo'lga tarmiyon deyapti. Ya'ni so'rovnoma natijalariga asosan eng ko'p qiladigan ishi bo'sh vaqtlarida bolalarni, yoshlarni game ekan. Birinchi o'rinda game bo'lgani, birinchi va 4-javoblar. Ikkinchi o'rinda nimaligini bilamiz endi. 이어서 운동이 IOSO deyapti, davom ettirib deyapti, dumidan deyapti, undong deyapti, undong. 2위, 여행 IVI deyapti, ikkinchi o'rinni oldi. Ikkinchi o'rinda undong, ya'ni sport. Shuning uchun birinchi javob to'g'ri bo'ladi. Xuddi shu turdagi savollar keladi. Faqat mana bu yerda hozir bu yerda grafik ham beriladi, lekin menda hozir bu yerda aynan grafik yo'q. Boya ko'rdik, topik real imtihonda bor edi. Xuddi shunday harakat qilib yetsak bo'ladi birinchi, ikkinchi, uchinchi savollarni. Endi yakunlaymizda 4-chi
sakkizinchi savollarga o'tib ketamiz. Boyagi IOSO degan. IOSO degan iochil mal, ya'ni davom ettirish mumkin bo'lgan gap. Mantiqan, masalan, tasavvur qilinglar, boyagi misolga yaqin misol aytaman. Ketdik, sayohatga chiqamiz desa, men sherigim, yo'q, bu hafta umuman vaqtim yo'q, keyingi hafta boraman, ilib bora olsang desa, men nima deb davom ettirishim mumkin? Bo'lmasam keyingi haftaga ketdik, boramiz deb aytishim mumkin. Shunday sifat ma'nodagi savollar. Masalan, mana eshitamiz, realniy amaliyotdan qaraymiz. Timetable chaltiqku iochil suyni ma'ril ko'rish shu. Navbatdagi suhbatni eshitib, bog'lash mumkin bo'lgan gapni tanla, undan keyin kelish mumkin bo'lgan. 내일 친구들하고 등산 갈 건데 같이 갈래요? Ertaga do'stlar bilan tinsan qilmoqchimiz, ya'ni aylanmoqchimiz. Birga borasanmi? 가고 싶은데 내일은 약속이 있어요. Borgim kelyapti, lekin ertaga va'da berib qo'yganman boshqa narsaga, deyapti. Qaysi javob bo'ladi? Krom time kachikayo. Unda keyingi safar birga boramiz deydi. Masalan, xo'p, unda ertaga ertalab ko'rishamiz demaydi, chunki uni yaksugi bor, boshqa joyga borish kerak. Tinsanil serus tinsan hori. Ya'ni oyoq kiyimni yangi sotib oldim. Mantiqsiz davom ettirish, uchrashuvga kechikmaslik kerak. Bu ham mantiqsiz davom ettirish. Bu yerda vaqt hech narsa haqida gap ketmadi. Shunchaki ertaga ketdik, ertaga vaqtim yo'q, unda keyingi safar boramiz degan ma'noda. Xuddi shu tartibda savollar kelaveradi. 3-4 taga yaqin savol shunaqa bo'ladi. Kromyo, albatta, rozilik bo'lyapti. Ya'ni ikkita dialog bo'ldi. Ketdik ertaga tog'ga. Davay ketdik desa rozi bo'ladi. Kromyo desa chuvayo, ne krasayo desa rozi bo'lgan bo'lyapti. Muloyim rad etish bo'lsa chivsong ajiman, miyan ajiman, tayme hamyon kabi so'zlar bilan davom etyapti. Xo'p, his-tuyg'u, taklif, maslahat va hokazolar turibdi. Demak, eshitamiz keyingi savol. Timetable chaltiqku, yana xuddi o'sha davom ettirish mumkin bo'lgan. 감기에 심하게 걸려서 오늘 모임에 못 갈 것 같아요. Juda ham qattiq gripp bo'ldim. Bugun uchrashuvga bora olmayman menimcha. 그래요. Shundaymi? 목소리가 정말 안 좋네요. Tomog'ing, ovozing juda 감기에 noto'g'ri deyapti, nito deyapti. Nima deb davom ettirish mumkin? Odam kim gap davom ettiradi gapni? Erkak kishi. Erkak kishi boshladi, ayol kishi suhbatdosh bo'ldi, endi davomini erkak kishi ettiradi. Nima deb aytish mumkin? Ne yakmokku pok shivoya kessa yo. Yo dori ichib yaxshilab dam olishim kerak o. Moyimi cho'ngmal chemisso soya. Uchrashuv juda ham qiziq bo'ldi. Uchrashuv hali kelmadi. Tayingini yo palli o'sayo. Baxt, xayriyat, tezroq keling. Yo, bora olmaydi. Cho'da ko'rinishiga kalkoyo. Ko'rinish haqida hech qanaqa gap ketmadi. Shuning uchun mana shu javob bo'ladi. Va hokazo bemalol kirib sinab ko'rsalaringiz bo'ladi. Topikni 1dan 8-savollargacha endi qo'ldan kelgancha detallashtirib, chuqurlashtirib tushuntirishga harakat qildim. Qolganini albatta kirib bemalol ma'lumotlarni o'qib olsangiz bo'ladi. Bu veb-sayt приложение sifatida ham telefonda ishlatsa bo'ladi. Linkini pastda qoldiraman, bemalol kirib tekinga o'qib o'rgansalaringiz bo'ladi. Shu bilan titkini 1dan 8-savollargacha bo'lgan izohlarimiz, tushuntirishlarimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi darsda nima haqida gapirishni o'ylab ko'rib keyin aytaman. Sog' bo'lasizlar. Mana unga kechib yo'q.